nima sizlarga bular? Islomdan o'yin bo'lib qoldimi? Itlar bittang emas, ikkitang emas, nechtitang Xudoni suyib chiqyapsa. Mana itam payg'ambarni gapirib chiqyapti. Yo'q odamni, yo'q insonni, yo'q mavjudotni orqasidan chaynaysizlar. O'lgan Karimovni gapirib chiqasizlar. Hozirgisini yalaysizlar. Kim haqni gapirsa xoinsan deb qamaysizlar-da. Shularga tegishli chora ko'rmaysizlar. Bu Xudoni suyib chiqyapti-da, payg'ambarni gapirib chiqyapti mana shu. Itdan tarqagan onasi fohisha bo'lsa kerak-da. Sizlar shu kunlaringiz bilan yashaysizlar-da. Ertangi kuningiz bilan ishlaringiz yo'q. U dunyoga borishlaringizni o'ylamaysizlar. Bugun xorinlaringiz to'ysa bo'ldi-da. Kim haqni gapirib chiqsa xoinsan deysanlar, Xudoni so'kasanlar-da. Nima yahudiymisilar? Mana shunga tegishli chora ko'rmaysizlarmi? Like bosganga 3 yil. Mana kecha Vodiydami qayerda to'yi bo'libdi. Erkak bilan erkak, er xotin bo'libdi. Kecha men efir qilgan payt aytdim-da. Mana qaranglar, O'zbekiston yeri juda nimada tarixga, qadriyatlarga ega yerda. Qancha bu ota-bobolarimiz pirli odamlar bo'lganda, suvlarni qaytargan imomlar o'tgan. U yomon aqlga harom yarashmaydi. Bir balo Allohning balolari keladi. Haromni mana itdan tarqaganga chora ko'rish kerak. Bu Xudoni so'kib chiqyapti. Sizlarni ham Xudo yaratgan-ku, to'g'rimi? Kim bo'lishingdan qat'iy nazar, millioner bo'lasanmi, oligarx bo'lasanmi, keyin xalq haqqini yeyotgan amaldor bo'lasanmi, hammangni Xudo yaratganda. Ko'za kunda emas, bir kun sinadi lekin mana qaranglar. Xalq rizqiga xiyonat qilib o'ldilaring, bular. Allohni so'kib chiqyapti mana bularingda. Bir kunlaringiz bilan, bular ertaga o'lsanglar, go'rlaringizga tiqolmaydilar sizlarni tanalaringizda. Ko'rgan bizada ko'zimiz bilan. Allohni so'kib chiqyapti mana bu haromni, Allohni so'kyapti. Biddalar bilan.